Tezkor xabar. O'zbekistonda yoqilg'i va energiya narxlarining qimmatlashishi tobora katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ham tadbirkorlar, ham aholi bu jarayondan jiddiy xavotirga tushmoqda. Ayniqsa, kommunal xizmatlar tariflarining oshishi qish mavsumi oldidan ko'pchilik uchun eng asosiy tashvishlardan biriga aylandi. Markaziy bank o'tkazgan so'rovnomalarga ko'ra, aholi inflyatsion kutilmalari hududlar kesimida turlicha namoyon bo'lmoqda. Toshkent shahrida bu ko'rsatkich 19,1% ga yetgan bo'lsa, Farg'ona viloyatida 16,7% qayd etilgan. Bu mamlakat bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar hisoblanadi. Shu bilan birga Andijon viloyatida 12,4% va Xorazm viloyatida 12,7% bilan eng past ko'rsatkichlar kuzatilgan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, narxlarning o'sishiga bir nechta omillar ta'sir etmoqda. Jumladan, global energiya bozoridagi o'zgarishlar, ichki talabning ortishi, iqtisodiy jarayonlardagi umumiy inflyatsiya bosimi hamda kommunal infratuzilmani modernizatsiya qilish zaruriyati. Shu bilan birga ayrim tadbirkorlar ishlab chiqarish xarajatlarining ko'payishi sababli mahsulot narxlari ham oshishi mumkinligini qayd etmoqda. Bu esa aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan xoli emas. Aholi orasida xavotir kuchaymoqda. Ayniqsa, qish mavsumida issiqlik va elektr ta'minoti uchun to'lovlar ko'pchilik uchun og'ir yukka aylanishi mumkinligi haqida fikrlar bildirilmoqda. Ekspertlar esa davlat tomonidan aholining qo'llab-quvvatlanishi va narxlarni barqarorlashtirish uchun qator chora-tadbirlar ko'rilishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Agar bu xabar siz uchun qiziqarli bo'lsa, videoga like bosing, fikringizni izohlarda qoldiring va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling.